Ushbu video orqali biz seleksiya mavzusini ko'ramiz. Bilamizki, seleksiya mavzusi o'zi ozgina ma'lumot bo'lsa-da, ko'p chalkashtiradi insonni, ya'ni tez esdan chiqadi. Biz yer shari bo'yicha qaysi qismlarda qaysi markaz, ya'ni Vavilov qayerlarda o'rgangan, shuni ko'rib ketamiz. Demak, bu yer shari. Birinchi markaz bilamiz, Janubiy Osiyo tropik markazi. Ya'ni kitobda berilgan 9-sinf biologiyasida berilgan 7 ta markaz. Shuning birinchisi Janubiy Osiyo tropik markazi. Bu markazga tropik Hindiston, Hind Xitoy, Janubiy Xitoy va Janubiy Sharqiy Osiyo orollari kiradi. Demak, ushbu yer shari ko'rib turibmiz, O'zbekistonda turibdi. Janubiy Osiyo tropik markazi. Tropik degan tushunchani ham aytib ketaman. Tropik degani bu ekvatorga yaqin joylashgan degan ma'noni bildiradi. Nisbatan havo issiq. Ya'ni mana shu yer sharining o'rtasini ekvator deb hisoblasak, buni ikki yon tomonga qarab tropik qism joylashgan. Undan keyingi qism esa subtropik mintaqani tashkil qiladi. Ya'ni bu qismlar subtropik, ekvatorga yaqin joylashgan esa tropik bo'ldi. Undan ham keyingi qism esa mo'tadil qismni tashkil qiladi. Ya'ni mana shu hududlar. Demak, birinchi markaz bu Janubiy Osiyo tropik markazi hisoblanadi. Endi bunga shu Janubiy Osiyo qismida joylashgan davlatlar kiradi. Demak, birinchisi tropik Hindiston, ya'ni Hindistonning mana shu ekvator chizig'ida joylashgan qismlari, shu Hindiston bo'lsa, ekvator qismida joylashgan qismlari, ya'ni tushundik. Keyingisi Hind Xitoy. Hind Xitoy davlatlari bular, masalan, bu Hindiston bo'lsa, bu Xitoy hisoblanadi. Va mana shu qismlar Hind Xitoy davlatlari hisoblanadi mana. Ya'ni Osiyoning janubiy qismiga to'g'ri kelyapti. Janubiy qismini ham shu ekvatorning ikki yonida joylashgan tropik mintaqalari. Keyingi qism esa Janubiy Xitoy. Mana bu Xitoy bo'lsa, mana shu qismlar. Ya'ni bu qism hisoblanadi. Janubiy Xitoy. Keyingisi esa Janubiy Sharqiy Osiyo. Demak, Janubiy Osiyoning janubiy qismlari hamda Janubiy Sharqiy Osiyo orollari kiradi. Bu orollar ko'proq mana bu qismga to'g'ri keladi mana. Demak, bu yer tropik Hindiston. Mana bu qism Hind Xitoy. Bu qism esa Xitoyning janubiy qismi hamda Janubiy Sharqiy Osiyo orollari. Demak, bu yerlarda madaniy o'simliklarning 50% qismi keltirilgan. Mana shu yerda kelib chiqqan. Ya'ni madaniy o'simliklarning eng ko'p qismi. Ularga misol qilib sholi, shakarqamish va sabzavot ekinlari berilgan. Paratuli oilasini aytib ketadigan bo'lsak, sholi bu bug'doydoshlar oilasiga kiradi. Ya'ni bir urug' pallali o'simlik. Shakarqamish esa u ham bug'doydosh hisoblanadi. Endi sabzavot ekinlaridan aniq bir qaysidir biri keltirilmagan, balki juda ham ko'p hisoblanadi endi. Ya'ni 50% qism bo'lgandan keyin. Birinchi markaz shu, demak. Ikkinchi markazimiz Sharqiy Osiyo markazi. Biz hozir Osiyoning janubiy qismlarini ko'rdik. Endigi navbat esa Osiyoning sharqiy qismlari, ya'ni bu tomonga qarab yuramiz. Bunga qaysi mintaqalar kiradi? Markaziy va Sharqiy Xitoy. Demak, ushbu Xitoy davlati bo'lsa, shuning markaziy qismlari mana shu va buning sharqiy qismlari mana. Tayvan orollari Yaponiya va Koreya kiradi. Tayvan orolini ko'radigan bo'lsak, mana bu qism hisoblanadi. Ya'ni Xitoy Respublikasi Tayvan oroli deyiladi bu yer. Keyingisi Koreya va Yaponiya. Bu yer mana Koreya bo'ldi. Yaponiya esa mana. Ya'ni Osiyoning sharqiy qismiga to'g'ri kelyapti. Sharqiy qismidagi davlatlar hisoblanyapti.
Hop, yana bir chizib ko'rsataman. Sharqiy qismlar, ya'ni Sharqiy Osiyo markaziga Xitoyning markazi kirdi, uning sharqiy qismi kirdi. Shuningdek, Tayvan orollari, Koreya hamda Yaponiya davlati kirdi. Bu yerda endi madaniy o'simliklarning 20% dan ortig'i tarqalgan, shu jumladan soya va tariqning vatani hisoblanar ekan. Soya bu burchoqdoshlar oilasining vakili hisoblanadi, ya'ni shu oilaga kiradi. Tariq esa bug'doydoshlar oilasi vakili hisoblanadi. Ikkita markazni ko'rdik. Uchinchi markazimiz Janubiy G'arbiy Osiyo markazi. Demak, biz Osiyoning janubini ko'rdik, sharqiy davlatlarini ko'rdik. Endi esa biz Janubiy G'arbiy qismiga o'tamiz. Ya'ni janub g'arbiy qism mana shu yerlar bo'ladi. Bunga Kichik Osiyo, O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston va Shimoliy G'arbiy Hindiston kiradi. Hindistonni ko'rdik biz, mana tropik qismini olgandik birinchi markazga. Endigi uchinchi markazga esa shu Hindistonning Shimoliy G'arbiy qismi kiryapti. Ya'ni Shimoliy G'arbiy mana shu qismlar hisoblanadi, aynan shu chekkasi. Keyingisi O'rta Osiyo. Endi O'rta Osiyo biz kiramiz bunga. O'zbekiston, mana shu qismlar. Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Eron, Afg'oniston sifatida beriladi. Bu qism Eron, Afg'oniston esa bu. Va keyingisi Kichik Osiyo. Kichik Osiyo bu tomonga qarab yuradigan bo'lsak, Turkiyaning mana shu aynan Osiyoga yaqin qismi kiradi. Ya'ni ko'proq Antaliya qismi bo'lishi kerak bu qism. Ya'ni shu davlatlar kiradi. Uchinchi markazimizga, Janubiy G'arbiy Osiyo markaziga. Demak, 3 ta markaz bo'ldi. Birinchisi Osiyoning janubiy qismlari, mana shu qismlar kirdi. Keyingisi Sharqiy Osiyo qismlari, bu tomonlar. Uchinchisi esa Janubiy G'arbiy Osiyo qismlari, mana shu davlatlar kirdi. Endi bu yerda madaniy o'simliklarning 14% kelib chiqqan. Bularga bug'doy, suli, dukkaklilar, zig'ir, sabzi berib ketilgan kitobda. Endi 14% ichida aynan shular keltirilgan. Bug'doyni bilamiz, bu bug'doydoshlar oilasiga kiradi. Suli ham bug'doydoshlar oilasi, dukkaklilar esa o'zini oilasiga kiradi, ya'ni dukkakdoshlar. Shuningdek, zig'ir, sabzi vatani ham hisoblanadi. Sabzi bu soyabon guldoshlar oilasiga kiradi. Ya'ni bizning kitobda berilmagan, bu 6-sinfda. Eski 6da berilganda. Zig'ir esa ziradoshlar oilasi vakili hisoblanadi. Demak, 3 ta markaz bo'ldi. 4-markazimiz O'rta Yer dengizi markazi hisoblanadi. Biz demak bu tomondan keldik. Mana shu yo'nalishda 4-markazimiz O'rta Yer dengizi bo'lyapti. Bu mana shu yer O'rta Yer dengizi hisoblanadi. Ya'ni bu yer dengiz. 4-markazimizga, aynan shu O'rta Yer dengizi markaziga shu atrofdagi mamlakatlar kiradi. Mana masalan Gretsiya bo'lishi mumkin, Italiya bo'lishi mumkin, bu tomonda Fransiya, Ispaniya, mana aynan shu davlatlar kiradi. Mana Misr yoki Liviya, Jazoir, Marokashning bir qismi. Bu yerda 11% madaniy o'simliklarning kelib chiqishi aytiladi. Ya'ni misol tariqasida karam, qand lavlagi, beda, zaytun daraxti. Buni oilaga soladigan bo'lsak, karam bu karamdoshlar oilasi, qand lavlagi esa bilamiz, lavlagi bu sho'radoshlar oilasi, beda esa dukkakdosh yoki burchoqdoshlar oilasi vakili sanaladi. Zaytun daraxti esa bu kitobda berilmagan, bu o'zini alohida bir oilasi bor. 4 ta markazni ko'rdik. Demak, bu tomondan boshlab keldik. 5-markazimiz Abisiya yoki Efiopiya markazi deyiladi. Abisiya bu o'sha hozirgi Efiopiyaning qadimiy nomi sanaladi. Bu markaz qayerda joylashgan? Yer sharini Abisiyani ko'ramiz. Mana Efiopiya markazi.
mana shu yer hisoblanadi. Ya'ni Afrika davlatlari qatorida sanaladi bu. Ekvatordan biroz pastroqda. Bu markazning o'ziga xosligi alohida bir dehqonchilik madaniyatining juda qadimgi o'chog'i sanalyapti. Yana bu yerda qaysidir imperiya uzoq vaqt davomida hukmronlik qilgan, gullab yashnagan, shuni hisobiga aynan shu bir dona davlat alohida bir markaz sifatida e'tirof etilyapti. Efiopiya markazidagi o'simliklarga oq jo'xori, arpa, banan, yovvoyi no'xat va kofe daraxti keltirilgan. Qancha madaniy o'simlik foizi keltirilmagan, balki vakillar keltirilgan. Endi bularni oilaga soladigan bo'lsak, oq jo'xori keyingi nomi sorgo hisoblanilib, albatta bug'doydoshlar oilasi vakili hisoblanadi. Arpa ham bug'doydoshlar, banan esa bu o'zini alohida bir oilasi bor. Yovvoyi no'xat endi bu burchoqdosh yoki dukkakdosh vakili sanaladi. Kofe daraxti esa buni ham o'zini alohida bir oilasi bor. 5 ta markazni ko'rdik. 6-si, 7-si bular Amerika hisoblanadi. Ya'ni bu tomondan yuradigan bo'lsak, okean orti qismiga o'tamiz biz. Mana. Demak, Amerikani bilamiz. Shimoliy Amerika, Markaziy Amerika va Janubiy Amerika qit'alariga bo'linadi. 6-markazimiz Markaziy Amerika hisoblanadi. Ya'ni buni chizadigan bo'lsam, bu tomoni Shimoliy Amerika, bu tomoni Janubiy Amerika, o'rta qismi esa Markaziy Amerika hisoblanadi. Ko'proq bu yerga o'sha Meksikaning janubiy qismi keltirilgan. Ya'ni ko'ramiz, mana Meksika. Janubiy qismi mana bu qismlar hisoblanadi mana. Mana shu qism. Bu yerga oshqovoq, loviya, makkajo'xori, qalampir, g'o'za va kakao daraxti keltirilgan. Ya'ni shu o'simliklarning vatani hisoblanadi. Oshqovoq bu qovoqdoshlar oilasi vakili, loviya dukkakdoshlar ya'ni burchoqdoshlar vakili hisoblanadi. Makkajo'xori esa bug'doydoshlar, qalampir bu ituzumdoshlar hisoblanadi. G'o'za esa gulxayrdoshlar bilamiz. Kakao daraxti esa buni ham o'zini alohida bir oilasi mavjud. Eng oxirgi markazimiz Janubiy Amerika markazi hisoblanadi. Demak, pastga tushamiz biz. Mana shu qismlar Janubiy Amerika bo'lsa, aynan Ant tog'lari tizmasidagi davlatlar keltirilgan. Ant tog'masini hozir chizamiz. Mana shu qism Ant tog'lari chizmasi hisoblanadi. Bu tizmadagi davlatlarda, ya'ni Kolumbiya bo'lishi mumkin, Ekvador yoki Peru, Chili yoki Argentina mana shu davlatlar kiradi. Bu markaz qaysi o'simliklarning vatani deyiladigan bo'lsa, 3 ta o'simliklar keltirilgan. Ya'ni kartoshka, ananas va tamaki vatani. Kartoshkani bilamiz, ituzumdoshlar vakili, ituzumdoshlar oilasining vakili. Ananas esa berilmagan kitobimizda o'zini alohida bir oilasi bor buni ham. Tamaki esa bu ham ituzumdoshlar oilasi vakili sanaladi. Demak, 7 ta markazni ko'rdik. Umumlashtiradigan bo'lsak, yer shariga nisbatan birinchisi mana shu qismlar bo'ldi. Ya'ni Janubiy Osiyo tropik markazi eng ko'p madaniy o'simliklar kelib chiqqan markaz sanaladi. Keyingisi Osiyoning sharqiy qismlari, mana shu qismlar. 3-markaz esa Osiyoning janubiy g'arbiy qismlari, ya'ni Hindistonning bu qismi kirdi. Mana shu qismlar O'rta Osiyo, Kichik Osiyo. 4-qism esa O'rta Yer dengizi mana. Shu yer O'rta Yer dengizi bo'lsa, buning atrofidagi mamlakatlar. 5-markaz esa Efiopiya yoki Abissiya bo'ldi. Mana shu qism. Va 6-7-markaz Amerika qit'asi tomon yo'l oldik. Ya'ni Markaziy Amerika, bunga ko'proq shu janubiy, mana bu Meksikaning janubiy qismi kirdi. 7-oxirgi markaz esa Janubiy Amerikaning Ant tog'lari tizmasi bo'ldi. Mana shu qismlar.
Vavilov mana shu 7 ta markazni kiritgan. Undan keyin esa bir qancha olimlar, shuningdek boshqa markazlarni ham qo'shib, jami 12 taga yetkazgan. Endi qolgan markazlar biz kitobimizda berilmagan. Demak, markazlar haqidagi ma'lumot shu edi.